Bismillahirrohmanirrohim. Ey mo'minlar, Allohdan haq rost qo'rqish bilan qo'rqinglar va faqat musulmon bo'lgan hollaringizda dunyodan o'tinglar. Oli Imron surasi 102-oyat. Ey odam farzandi, amalsiz ilmning misoli xuddi yomg'irsiz chaqmoq va momaqaldiroqqa o'xshaydi. Amalsiz olim xuddi ipsiz kamonga o'xshaydi. Zakotsiz mol xuddi qoyaga tuz ekkan kishiga o'xshaydi. Ahmoq huzurida qilingan mav'iza xuddi hayvon yonidagi durru gavharga o'xshaydi. Ilmi bo'la turib qalbi qattiq bo'lgan kishi xuddi toshloq yerga o'xshaydi. Rag'bat qilmaydigan kishiga qilingan nasihat qabrlar oldida nay chalishga o'xshaydi. Haromdan qilingan sadaqa xuddi kiyimidagi iflosliklarni siydigi bilan yuvgan kishiga o'xshaydi. Poklanmasdan o'qilgan namoz xuddi jonsiz tanaga o'xshaydi. Tavbasiz olim xuddi poydevorsiz binoga o'xshaydi. Ular Allohning azobidan omon qolamiz deya xotirjam bo'lishyaptimi? Bas, Allohning azobidan faqat ziyon ko'rguvchi qavmgina xotirjam bo'ladi.